Türkiye Asasi Kanun Sot Mahkemesi'nin başlığı Kadir Özkaya Xitay ziyareti jarayonida Xitay Oliy Sudi vakillari bilan ko'rishib, qonun, raqamlik o'zgarish, sun'iy aql va adliya hamkorligi masalalarini muzokara qildi doktor Hamdi. Shuni tugataylik. Endi bu adliya masalasi albatta yillardan buyon bir qancha qatim shu Turkiyada o'z vaqtidami shu Turkiyaning adliya xodimlari bilan Xitoyninki ba'zi masalalarni talash tortish bo'lgan tamdi. Bu qatim Asosiy qonun mahkamasining boshlig'i berib bir qator ziyoratlarda bo'ldi. Asosli savol hamda bu yerdagi dunyoda hamda eng qonunsizlikning eng shu pallisini qilayotgan Xitoydek bir davlat bilan Turkiya Cumhuriyetidek bir davlatning qaysi nimaga ehtiyoji bor ekanini bular bilan ko'rishib adliya masalasida hamkorlik qilgan. Shuncha valla davlat bor dunyoda, Yevropa, boshqa Turkiyaga ham yaqin davlatlarning adliya xodimlari bilan bunda fikr almashtirdi, uni qildi, buni qildi degan xabarni ko'rmaymiz. Nimishqi bu Xitoyga nima ehtiyoji bor dedi. İnsanlar so'rg'isi keldi hamdi. Albatta Uyg'ur masalasi, jinoyatchilarni almashtirish masalasi o'z vaqtida uni kengri to'xtalgandik. Bu qatim bu yerda bu ziyoratlar bo'ldi. Siz hamda buni nima qanday shaklda ifodalaysiz? Aslında bu Xitoyning bir siyosati, ya'ni Xitoy shu haqda bir muzokara qilsak, ko'rishsak, talashsak degandan keyin hamda qonun masalasi bo'lgandan keyin berib kelaylik deb bağlan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Xitoyning taklifidan berib to'g'ri. Bo'libmi hozirgi bu sun'iy aqlni ishiltiman deydigan bo'lsa, Xitoyning ijod qilgan sun'iy aqlni ishitamdi yoki g'arbliklarningkimi? Misolga Xitoyningki sun'iy aqlni ishlatgan taqdirda o Xitoyningki asos qonun va yoki jinoyat qonun yoki boshqa xil sanab tügütüp olamaydigan kanunlar var. O kanunlarını aklaydigan, yaktırdigan nurgun nimelerini, fikirlerini biridir bu Xitoyninki sun'iy aql. Xo'sh. Undaqda sen sun'iy aql muşlar debdi deb, ondan keyin bu to'g'ri deb tushsan, o zaman Xitoyning aldam qaltisiga tushadigan gap. Xitoyninki maqsadi mana shu. Ya'ni meningki degan qonunni qabul qilinglar, mening degan xalqaro munosabatlar nazariyani qabul qilinglar, meningki degan xalqaro o'lchimni qabul qilinglar, mening davatgan siyosatim bo'libmi iqtisod, tijorat siyosatini qabul qilinglar. Qilgan taqdirda meningdek dunyoning ikkinchi iqtisod kuchi bo'la olasizlar degandek bir tashviqotni qilyotdi. Nima uchun buni qiladi deganda, Amerika hazır Garp bu yaşarga çekilvatıdı. Yani Amerika hazırki hakimiyet dünyanın işlerine onculuk mu arlaşmayımız Amerika'nın işi en muyu. Degenden ki dünyada bir boşluk yaratılıvatıdı. Xitay bu boşlukka ilgi buluş ya ki bir kısım bolsama ilgi buluşunun yolga kirvatıdı. Ve Amerika ile mesafelik tuğan devletlerine özününki şu sunni emranınki nimisiga o leynge ekirviliş, sızıqa ekirviliş. Şununla bu Xitay özününki kanun ideyasını ki tarihten beri Xitay'da kanun ideyası yok, kanun cezalaş var. Hoş. Yani kanun eni yok, kanun cezalaş var. Bu nurgun bir mesele, keyin bir vaxtlarda deyimiz. Şununla bu Xitay'nınki anlatalaydigan, düşendirilaydigan kanunlar nima boludu dese, birincisi, şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nda çıkargan kanunu qoğdaylı birlikte. Çünkü Amerika buzuvatıdı, biz qoğdap qalaylı deb Türkiye'ne yeni geliş. İkincisi, bayağı ben degandek, özünün kanun engini, yani haklarını ezip sömürüp bu Şarkı Türkistan'da ilip bağandek, aşı nima sizler qabul qilinglar degan yerga ekemek-chamdi. Bence bundan bir netice çıkmaydı deb o'ylayman. Hazır hamda Türkiye'de sun'iy aqlni ishlab chiqargan shirkati yo'q. Undaqda shu g'arb davlatlarininki buni ishiltidi.
Ondaqda G'arb devletlerinin sunni akılda sanga bergen sualga cevap bergen fikirler, akıllar, ilhamlar Xitaynikiga o'xshamaydi. Ondaqda qanday hamkorlik qilgan gap. Xo'sh. Misalga shu 2000 yillarning 5'idan itibaren Xitoy Türkiye shu terrorga qarshi hamkorlik qilaylik deb necha yig'in, necha nima ko'rishishlar bo'ldi. Ama ikki tarafninki terrorga qarshi hukmninki o'xshamaslikdan tufayli ve terrorninki objektisi yani aşı nişanı o'xshamagandan bular birlikte bir nimalarni qilamadı yani hamkorlik qilamadı. Shunga o'xshash bu qonunchilikda shundoq bo'ladi deb o'ylayman-da. Xitoy hamda bu asos qonun chiroyli yozilgan Xitoyning. Xo'sh. Ama qolgan qonunlar bu asos qonunga xilof bo'lgan ahvollar nurg'un bor. Ama Xitoy asos qonunni ilib Turkiyaga to'ntirildi. Bizda dini erkinlik bor deb. Dini erkinlik bo'lsa 36. madde. Bo'lsa nima uchun shunday diniga qarshi hareketler var? 35. maddede deydi insanınki gururuna çıkılmazlık o asas kanununki hükmü deydi. Mecburi deydi. Ama hem Xitay halkı şunda hem de Şarkı Türkistan halkı şunda bularının gururunu, inavetini ayağa astığı desavadıdır. Bularını izvadıdır, sümürvadıdır. Bu kandak asas kanun ama Türkiye belki keyin bir vaxtlarda bu azırqı mən deganlarını düşünüp getiş mümkün. Çünkü Türkiye'de Xitay kanun müteəssisi texi kömüdür məndə badı. Nurgun üniversite var, üyelərdə badı ama oturluqda körünügenlerin arasında texi Xitay kanunlarını bilgenler yok. Belki bunun kim peyda buluş mümkün. Azırqı bu ziyaretin kim. Xitay'nınki kanunlarını ügengen siri Xitayga bo'lgan ishonchlikni ansiri azaydi deb o'ylayman. Xudo hozirgi G'arb davlatlar Xitoyga bo'lgan ko'z qarashlari bo'lgandek. Xo'sh. Xo'sh.